manda hazm fermentlarim, hazm shiralarim yaxshi ajralmaydi deb bemorlarimiz orasida juda ko'plab miqdorda krion, pankreatin kabi ferment preparatlarini ko'plab qabul qiladigan bemorlarimiz ko'plab uchraydi. Nimaga bunaqa? Chunki har bitta bemorning organizmida yetarli miqdorda oshqozon osti bezidan shiralar ajralib chiqib turadi. Hazm shiralari yana qolgan organlardan 12 barmoq ichakdan chiqadi, oshqozonni kislatadi. Lekin ma'lum bir sabablarga ko'ra mana shu fermentlar o'zini funksiyasini to'laqonli bajara olmaydi. Bunaqangi sharoitlar qachon yuzaga keladi? Ya'ni to'sqinlik qiluvchi holatlar nima bo'lishi mumkin? O't suyuqligini vaqtida ajralib chiqmasligi, zastoy jelchi hisobiga, ya'ni o't tumlanishi ham o't qopida ham jigar ichida. Hamda nevrologik status buzilishi, sindrom раздраженного кишечника holatlari juda ko'plab sabab bo'ladi. Demak, bunaqangi sharoitda hamma aybni ham oshqozon osti beziga yuklatish xato hisoblanadi. Uni fermentlari normada ishlamasligiga sabab nimaligini aniqlash kerak. Mana shu chala tayyor bo'lgan hazm shiralarini to'laligicha yetiltirib beradigan modda hazm shirasi bu o't suyuqligi hisoblanadi. Bu birinchi faktor hisoblanadi. Aholini orasida 80-90% holatda mana shu kabi holatlar kuzatib kelyapmiz. Mana bizning klinikaga keladigan bemorlarimiz orasida ham 90% holatda shu belgini, shu faktorni inobatga olamiz.